Assalomu alaykum. Biz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Yuqori Mefedamiz. Shu narsalar ishlab chiqaramiz, qishloq xo'jaligi uchun. Bundan tashqari pechka katellarimizni ham qilamiz. Mana shu yerdan joy berishda Qorsol Mefedan shu yerda hozir 15 ta odamga ish o'rini yaratdik. Xudo o'zidan keyin ham yaratamiz. Mana shu narsalar ishlab chiqaramiz. Pechka, katel, drabilka, mishalga nimaki yana narsasi borki yasab chiqaramiz. Bu ish bilan 8 yil shug'ullanamiz. Ota akasi, o'sha dadamlar suvarchi bo'lgan, doriza, boshqa narsalar yasashardi. Shulardan o'rgan shu narsa bo'ldi hozir. Toza qo'ygan odamlarga o'rgatib, nima deydi, bekorchi yurgan odamlar olib kirib ishlik qilyapsiz-da shu yerda. Bu ishlab chiqarayotgan narsalarimiz faqat O'zbekiston emas, qo'shni davlatlarga ham qo'yib beryapmiz. Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikistonlarga ham yetkazib olib beryapmiz bu narsalarimizni.